Ushbu tahliliy sharhimizga xush kelibsiz. Bugun biz juda g'alati, hatto aql bovar qilmaydigan biologik bir paradoks haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling-a, onaning o'z immun tizimi kutilmaganda o'zining farzandi uchun eng katta xavfga aylanishi mumkin ekan. Xo'sh, nega bunday bo'ladi? Va zamonaviy tibbiyot bu dahshatli muammoni qanday qilib yengib o'tdi? Keling buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Hammasi juda oddiy, ammo o'ta xavotirli bir savoldan boshlanadi. Nima uchun tabiat onaning himoya mexanizmlariga o'zining tug'ilmagan chaqalog'iga hujum qilishiga yo'l qo'yadi? Bunga sabab odamlarning taxminan 15% da uchraydigan rezus manfiy omil deb nomlanuvchi qondagi yashirin bir xususiyatdir. Qiziq-a? Bu tibbiy jumboqni yechish uchun bugun biz yashirin xavfning asl mohiyati, qondagi RH va ABO ziddiyatlari, ularning xavfli oqibatlari, shuningdek kasallikni aniqlash, davolash va eng muhimi profilaktika borasidagi tibbiyot g'alabasi haqida suhbatlashamiz. Birinchi bo'lim – yashirin xavf. Keling, to'g'ridan-to'g'ri maqsadga o'taylik va qon oqimida yashiringan immun tizimining o'sha adashgan xavfli hujumi aslida nima ekanligini ko'rib chiqamiz. Asosiy muammo shundaki, bizda alloimmunizatsiya degan jarayon bor. Bu qanday ishlaydi deysizmi? Homila qonining atigi 0,1 mm onaning qon aylanish tizimiga o'tib qolganda, keskin immun reaksiyasi yuzaga keladi. Bir o'ylab ko'ring, qon tomchisining 1000dan bir qismi. Shu kichik miqdor ham onaning organizmini hushyorlikka chorlaydi va unga xuddi dushman infeksiyasiga qarshi kurashgandek shafqatsiz hujum boshlaydi. Va bu mexanizm rosa 3 bosqichda yuz beradi. Avvaliga onaning tizimiga yot, begona qon tushib qoladi. Shundan so'ng dastlab yo'ldoshdan o'ta olmaydigan yirik IgM antikorlari ishlab chiqariladi. Lekin keyin nima bo'ladi? Tizim xotira hosil qiladi va kichikroq, lekin ancha xavfliroq IgG antikorlarni shakllantiradi. Aynan mana shu mitti qurollar keyingi homiladorlikda yo'ldoshdan bemalol o'tib, chaqaloqqa jiddiy xavf soladi. Ikkinchi bo'limga o'tamiz. R va ABO ziddiyatlari. Qon guruhlaridagi mana shu ikkita asosiy nomuvofiqlik o'zi qanday ishlashini bilib olamiz. Bu yerda eng muhim narsa shundaki, biz ikkita butunlay farqli holatni solishtiryapmiz. Og'ir kechadigan rezus, ya'ni RH faktor ziddiyati qo'zg'alishi uchun ko'pincha avvalgi homiladorlik sabab bo'ladi. Bunga qarama-qarshi o'laroq esa ABO ziddiyati yengilroq kechsa ham, u birinchi homiladorlikning o'zidayoq kutilmaganda zarba berishi mumkin. Nega? Chunki O guruhiga ega onalarning qonida A va B guruhlariga qarshi antikorlar atrof muhit ta'sirida allaqachon paydo bo'lib ulgurgan bo'ladi. Hozirgi ma'lumotlarga qarab hayratda qolishingiz aniq. Tasavvur qiling. Tabiiy ABO nomuvofiqligi barcha homiladorliklarning choragida, ya'ni 25% da uchrasa ham, ularning atigi 1% gina aslida ushbu kasallikka chalinadi. Ko'ryapsizmi, organizmimizning himoya mexanizmlari qanchalik nozik va aqlli ishlashini? 3-bo'limimiz o'z-o'zidan tushunarli, xavfli oqibatlar. Xo'sh, agar antikorlar haqiqatdan ham tajovuzkor hujumga o'tsa, chaqaloqqa nima bo'ladi? Keling shuni ko'rib chiqamiz. Antikorlar hujumi natijasida qizil qon hujayralarining parchalanishi juda og'ir anemiyani keltirib chiqaradi. Bu esa qon tomirlaridan suyuqlikning sizib chiqishiga, yurakning haddan tashqari zo'riqib ishlashiga olib keladi. Oqibatda gidrops fetalis deb nomlanuvchi butun tana bo'ylab xavfli shishlar paydo bo'lishi kuzatiladi. Ochig'ini aytganda, bu holat chaqaloq hayoti uchun o'ta yuqori xavf tug'diradi. Yana bir dahshatli oqibat haqida gapirmasak bo'lmaydi, bu kernikteros. Yangi tug'ilgan chaqaloqning mo'rt jigari parchalangan qon hujayralaridan chiqayotgan ko'p miqdordagi toksinlarni oddiygina qilib aytganda eplay olmaydi. Shunda haligi zaharli bilirubin miya to'sig'idan so'qib o'tib bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri miyada to'planadi. Bu esa eshitish qobiliyatini yo'qotish yoki hatto miya falaji kabi butunlay ortga qaytarib bo'lmaydigan jiddiy nevrologik muammolarga sabab bo'ladi. 4-bo'lim aniqlash usullari. Bunda yuqori xavf ostida chaqaloqqa zarar yetmasdan oldin kasallikni qanday qilib erta payqashimiz mumkin? Chaqaloqning hayoti xavf ostida bo'lganda shifokorlarimiz qarab turishmaydi. Zamonaviy tibbiyot homila miyasidagi qon oqimi tezligini aniqlash uchun ajoyib, mutlaqo xavfsiz MCI Doppler ultratovush uskunasidan foydalanadi. Oddiy tilda tushuntirsam, qachonki qonda gemoglobin tushib ketsa, tana buni o'rnini to'ldirish uchun qonni odatdagidan ko'ra ancha tezroq hayday boshlaydi. Va agar qon oqimi tezligi belgilangan ko'rsatkichdan yuqori bo'lsa, bu shifokorlar uchun darhol xavf signali, ya'ni og'ir anemiya borligi haqidagi belgi hisoblanadi. 5-bo'limga keldik.
Davolash va qutqarish. Shifokorlar haqiqiy vaziyatda shunday diagnoz qo'yilgan chaqaloqni qanday qilib qutqarib qolishadi? Qutqaruv choralari rostdan ham odamni hayratga soladi. Ular toksinlarni zararsizlantirib suvda eriydigan holatga keltiruvchi xavfsiz ko'k nurli fototerapiyadan boshlanib, tasavvur qiling, to'g'ridan-to'g'ri onaning qornida yotgan homilaga qon quyishdek o'ta murakkab amaliyotlargacha boradi. Eng og'ir va favqulodda vaziyatlarda esa yangi tug'ilgan chaqaloqning butun qoni to'liq, antigeni yo'q, xavfsiz qon bilan almashtiriladi. Va nihoyat 6-bo'lim. Kasallikning oldini olish. Keling, bu qanday qilib zamonaviy profilaktik tibbiyotning mutlaq g'alabasiga aylanganini eshitamiz. Haqiqiy mo'jiza mana shu jadvalga, ayniqsa homiladorlikning 28-haftasi va tug'ruqdan keyingi dastlabki 72 soatlik muddatlarga qat'iy amal qilinganda ro'y beradi. Qanday qilib? Shifokorlar anti-D immunoglobulin deb ataluvchi inyeksiya yordamida onaning o'sha xavfli immun tizimini samarali ravishda va o'z vaqtida o'chirib, qurolsizlantirib qo'yishadi. Bu nima degani? Bu immun tizimi chaqaloqning antigenlarini umuman ko'rmaydi, bilmaydi va eng asosiysi xotirasida saqlab qolmaydi degani. Natija esa shunchaki ajoyib. Mana shu bittagina va oddiy profilaktik ukol sharofati bilan butun dunyo bo'ylab rezus gemolitik kasalliklar bilan ro'yxatga olinadigan holatlar naq 90% gacha pasayib ketdi. Hech ikkilanmay aytishimiz mumkinki, bu zamonaviy tibbiyot tarixidagi eng olamshumul yutuqlardan biri. To'g'ri, ilm-fan qachonlardir muqarrar o'lim bilan tugagan ushbu tahdidni hozirgi kunda mukammal nazoratga olgan. Lekin bu baribir o'rtaga bitta juda muhim va chuqur shaxsiy savolni tashlaydi. Hozir bilib olganingizdek, tanamizda shunday g'aroyib jarayonlar kechar ekan. Siz o'z qoningizda qanday yashirin omillar bor yo'qligini, xususan o'z rezus faktoringizni aniq bilasizmi? Buni bilish nafaqat o'zingiz, balki kelajak avlodingiz salomatligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. E'tiboringiz va biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat, salomat bo'ling.